Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Biz bo'sh vaqtimizdan foydalanib, sizlarni Brilliant magazinimizdagi tyullar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Yangilik tyullar bular hozirgi paytda. Metrini mijozlarimizga 25 ming so'mdan qilib bersak bo'laveradi. Rasvetkalar bor. Bu qaymoq rangi. Bu yonidagi sveti, bu seriya mokriy sveti. Juda ham go'zal vishkalari qo'yon bosilgan. Metrini masalan 35 ming 40 ming sotsa arziydigan, lekin mijozlar uchun buni 25 mingdan qilib qo'ydik. Bitta bularni emas, boshqalari ham bor, hozir ko'rsataman. Bu high-tech deganga, high-techga ham masalan sal siylamoqligi ham bor. Men xuddi shu holatda mana bu tyullar bor mana. Bularning ham narxi 25 mingdan. Ranglari bor, masalan seriy rangi, qaymoq rangi, tilla rangi. Mana yana bitta tyulimiz bor mana. Buni ham narxi 25 mingdan. Bu ham yangilik tyul. Bular mana bu tyullar mana. Romlarga qilsanglar juda ham asal chiroyli chiqadi bu tyullarimiz hammasi ham. Mana. Endi bundan tashqari sizlarga zarli tyullarimizni ham ko'rsatib o'taman. Hop, bu zarli tyullarimiz sifati juda ham a'lo, Xitoyning o'zidan keladi, original tyul. Narxiga keladigan bo'lsa 15 ming so'm metri. Mana tiniqligini ko'rishingiz mumkin mana. Juda ham go'zal narsa. Hamma rasvetkalar bor bularda. Hop, endi mijozlarimizga arzon emas, qimmatroq yaxshi tyullarni ham ko'rsating degan mijozlarimizga yaxshi tyullarni ham narxini arzon qilib qo'yganmiz. Bu tyullarimizni ko'rishingiz mumkin mana. Metrini 70 ming, 80 ming sotsa arziydigan tyullar. O'zi shunaqa sotilgan hamma joyda. Biz bularni metrini 40 mingdan qilib qo'ydik. Bu mokriy sveti. Bu mana qaymoq rangi. Bundan tashqari yana bitta tyulimiz bor mana. Shipkalari, toshlari. Setkasi ham grek setkani juda yaxshi biladi o'zi chevarlarimiz. Buni ham narxi 40 mingdan. Buni ham tilla rangi ekiga qanaqa izumrud sveti ham bor. Bu tyullarimiz bor. Bularni ham narxini 40 ming qilib qo'ydik mana. Skidga tushirib yubordik endi ancha tyullarni. Endi bizda patli tyullar ham bor mana. Patli tyulda ham Turkiyasi ham bor, Xitoyi ham bor. Bularni ham endi kesinglar narxini kelishtirib beraveramiz. Sifat darajasi juda zo'r bular ham. Endi Turkiya tyullariga o'tadigan bo'lsak, Turkiya tyullarimiz 50 mingdan boshlanadi narxi. 180 minggacha bor Turkiya tyullari mana. Toshlarni ko'ringlar, shipkalarni ham bir qator ko'rib turasizlar. Juda ham sifati zo'r. Mana. Turkiyalarda ham bozorda yo'qlarini ko'rsataman sizlarga. Yangilik gullar mana. Bular mana Turkiya tyulimiz ham juda go'zal tyul. Yaxshi sotdik buni ham. Hozirgacha zo'r sotib kelyapmiz. O'zi yangilik bu. Kimanaqa Turkiya tyullar bor. Bular har xil tyullar bor. Kelsanglar, bularni ham yangilarini qilib beramiz endi mehmonxonalarga, masalan yotoqxonalarga, hammasiga. Men bu daraxt gulni